Sat qiz bola mavjud emas, yasanishni bilmaydigan qiz bola mavjud degan rost gapkanda. Ikkinchi qadam qanday qilish kerak? Programma gruppasi bu qizning to'r supsiga nurg'unlagan soxta agachkuchlarni setib olmoqchi bo'ladi. To'g'ri. Pul bo'lsa jangalli sho'rpa. Pulning kuchi bilan Domining to'r supsi bir muncha agachkuchisi bor holatga keladi. Bunday qilishlik sabab bir qism bu qizni tonimaydiganlarga bu qizning aslida o'ziga tushliq nom bordek bir xil soxta ko'rinishga shakllantirish edi. Shunday qilib Domining mastonasi bir kechada 1000 dan 10 ko'paydi. Uning ustiga programma gruppasi setib olgan bu soxta mastonlar ajoyib kasbiy bo'lib, Genzan Juanfa degani zerikmay qiladi. Ey bola, shu soxta mastonchilik bo'lanmabsizlar juma. Soxta maston deganni qisqacha tushuntirib o'tsam, to'rdagi boshqalarning uchuridan foydalanib, uni qaytadan ratlab kurashtirish orqali yangidan soxta to'r abonent paydo qilib, maxsus to'rda boshqalarga haqliq mastoni bo'lib beradigan gruppasini ko'rsatdi. Gapimizga qaytib kelsak, Vanxung bo'lishning 3-chi qadami zot nima? Rasm tushish, yana alohida uslub orqali boshqalarning havasini keltirgidek rasm tushish. Masalan, xohlagan bir suv ko'lchakning yenda tushib, o'rinni dongliq 530lik mehmonxonaga to'g'rilab, ko'rguvchilarga hasham hayotini pash qilish degandek. Lekin bunda quruq pash qilishning foydasi bormidi? Albatta foydasi bor. Ularni mushunda qilish orqali har qaysi tijoratchilarning diqqatini tortmoqchi. Buni ko'rgan tijoratchilar Vanxungning ta'sir doirasidan foydalanib, o'zining tijorat o'rnini tashviq qilish maqsadiga yetmoqchi. Eng qiziq yeri shuki, bu kasbiy operatsiyalarning yordami bilan siz hatto aeroplanga chiqmay turibmi, hojatxonaning qopqig'ini ishitish orqali shunda davlat otlab sayohat qilib yuradigan soxta ko'rinish hosil qila oladingiz. Natijada har xil sayohat mulozimatlari bilan shug'ullangan shirkatlar siz orqali o'zining sayohatchilik mulozimatini tashviq qila oladi. Hamda so'zlaydiganim 4-chi qadam fursatdan foydalanishga mohir bo'lish. Biz bir odamni Vanxung qilish orqali tijoratchilarning diqqatini tortib, savdo fursatini yaratamiz deyotganmiz. Vanxungda cho'qim har xil o'zgacha uslublar namoyon bo'lishi kerak. Masalan, Vanxungning chechidan pason chiqarish orqali chash asrash buyumning ilonlarini elish, grim qilish orqali har xil grim buyumlarning mahsulotining ilonlarini elish, to'r paypoq kiydirish orqali paypoqning ilonlariga chiqish, moda kiyimlarni kiyish orqali kiyim-kechak savdogarlarining ilonlariga chiqish. Buningdan sirt film gruppasi boshqa nombar Vanxunglardan birini tepib, bu qiz bilan hamkorlashtirish orqali bir rasmga tushkizib, Domining nomini texim tonutmoqchi bo'ladi. Rost degandek, Domining mastonlari qisqa vaqt ichida 70 mingdan oshadi. 3 oydan keyin Domi birinchi e'lonni qabul qiladi. U bir moda ko'zoynakning e'loni bo'lib, Domining qildig'ini shu ko'zoynakni taqab rasmga tushib, mahsulotning markasini supaga chiqarib qo'ysa bo'ladi. Okay. They're free. Shuningdan keyin tijoratchilar keyin-keyindan bu qizni izlab kelishga boshlaydi. O'rg'iltish mahsuloti, quvvat ichimligi, telefon qoplari, atir degandek har xil har yangi mahsulotlar bu qizning oldida paydo bo'lib, ko'zlarini qamashtirib etdi. Ularning maqsadi faqat birla. Domining ta'sir kuchi orqali o'zining mahsulotlarining nomini tunutmoqchi edi. Odamni hayron qoldirdigani shuki, Domini shu yerdagi eng dongliq zibuzinat korxona e'lon tashviqoti uchun izlab qoladi. Aslida programma gruppasi Domi uchun e'lon qabul qilishga xili chip qolimiz deb o'ylagan edi. Lekin natijada buning aksicha bo'lib, savdogarlar keyin-keyindan oyga uzilmay